Bu pul kısırken yigitler hammasi ishlayman deb shu yurtimizni pahlavon yigitlaridan. Ama Karim akamda yetet oling. Nimaga endi? Solaman deb sizga yirtib ketmasin. Mana shu pullarga bu ukalarim, do'stlarim Andijonga borsa men doim oshqi berishga tayyorman, ama sizdan qo'p qiliq. Nimaga? Shuncha yigitlarnikini yeb ketib qolasiz. Hijolat bo'lmaydi. Bu cho'ntagidagi pullarni aytyapsizmi? Hammasini uyimga olib ketib qolmayman aka. Yarimini orqasidan kirgizib yuboraman. Muqaddimjon, menga shogird bo'lib necha yildan beri yonimda yuribsiz? 20 yil bo'ldi aka. 20 yildan beri yurgan bo'lsangiz, hali sizga kirib ketgan narsa qaysi chiqqan bo'lasiz? Sizga bekor ham shimimda pulim bor deb qo'yibman. Har zamonda kelib shimni tepasida ushlab ko'rasiz, turibdimi deb. Yaqinda Muqaddimjonga 1 million pul berdim, mana shuni ishlatib vermay, kerak edi telefon qilaman, olib kelib berasiz dedim. 15 kundan keyin pul kerak bo'lib qolib, chaqirsam 500 ming pul olib bordi. Shunaqa bo'ldi. Nimaga yarmini olib kelasiz desam, usta uzun ro'zg'orchilik ekan, siznikini yarmi bizga kirib ketib qoldi dedi. O'zingiz ham qiziq ekansiz aka. Nimaga endi? 1 million pul berdingizmi? Bir haftadan keyin ko'chada ko'rib so'radingiz pulingizni. Nima debman? Yonimda 500 ming bor ekan, berdim. Pulingizga nima dedim? Esimda yo'q. Aka, yorimda bori shu ekan, ijolatimni yuziga boravering. Qolgan yarimini har orqasidan kirgizib yuboraman dedim u. Muqaddimjon, salomat bo'ling ukajon. Rahmat. Men atay Muqaddimga hadeb pul beravermayman. Muqaddim o'zi so'rar deb. Sizni televizor bu yerda ishlamanlar juda yaxshi bilishadi. Aytishyapti, mamasini akangiz ko'rsatadi, yu bermay qo'yadi. Men chin dildan ishonib Muqaddimga pulimni saqlab bering deb beraman. Agar Muqaddim menga ozgina pul berib qo'ysa ham, qulog'imga 2 marta iltimos qiladi. Jon aka, kirgizib bermaysiz deb.